بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün biz qarindoshlar Alloh subhanahu va taolaning fazli va muvaffaq qilishi bilan yaxshi so'zningki mukofoti, yomon so'zningki jazosi, oqibati degan mush mavzu haqida to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taolo haqni so'zlashga nisb qilsin. Anlagandan keyin so'zligichi va anglag'uvchilarni mush haq so'zga amal qilishga nisb qilsin. Demak, so'z deganlik odatda Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatga yaratgan til orqali ifodalanadigan bir mazmun. Bu nihoyat oson. Yoki yaxshi so'z chiqadi og'zimizdan, yoki yomon so'z chiqadi. So'z biz qilishdan burun bu ishimizni qilgan, uning hech qanday mas'uliyati yo'q bir narsa. Ko'nglimizga kelib qolgan taqdirdami biz uni demasak, Alloh subhanahu va taolo ko'ngilga yaxshi kelsa, uningga mukofot beradi. Yomon ish ko'ngilga kelib qolsa, uni jazolamaydi. Lekin og'izdan chiqsa desa, og'izdan bir gapni desak, bu gapimiz to'g'ri, yaxshi gap bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo buningga mukofotlaydi. Agar yomon gap bo'lib qolsa, bu so'zning kimi jazosini tatib qolamiz. Shuning uchun bizda xalqimizda so'z degan xuddi o'qiyadan chiqqan o'qdak deb bo'lgandan keyin qaytirib olgan bo'lmaydi degan bir hikmatli so'z bor. Bu so'zningki naqadar muhimligi, buning foydasining zo'rligi va ziynining naqadar zo'rligi haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda necha oyatda bu so'zningki muhimligi, nihoyat inchik ekanligi haqida bizga alohida yo'l yo'riq ko'rsatgan. Qaf surasida Alloh subhanahu va taolo bir oyat shunday deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. So'zligichi odam bir og'iz min qawl deb keltirishi kichikkinam so'z bo'lsa-mu, ya'ni bir og'iz so'z bo'lsa-mu, har qanday bir odamning og'zidan bir og'iz so'z chiqadi ekan, mush chiqqan so'zni har doim tayyor holatda yezib qo'yadigan malaika va degan. Raqibun atid degani daftar tayyor, qalami tayyor, yuzi tayyor, har doim yezib turadigan, kuzatib turadigan bandaning og'zidan nima chiqadi, mushunga alohida diqqat qilib turadigan malaika va degan qarindoshlar. Demak, bu oyatda bir og'iz so'zningmi zoya ketib qolmaydiganligi, yaxshilik bo'lsa mukofotning zoya bo'lmaydiganligi, yomonlikqa sabab bo'lgan so'z bo'lsa, buning jazosining bekor ketmay, zoya bo'lmay, yezilib qoldiganligiga bu oyat dalil qarindoshlar. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo mushu og'zimizdan chiqqan yoki qo'llarimizdan ya futlarimizdan ya demak amaliy har qanday bir ishni qilgan bo'lsak, bu ishlarningki yezildiganligi,
tizimlanib qoldiganligi haqida yana bir oyat shunday deydi: "Va inna alaykum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun." Şuqum sizlarni har doim saqlab turadigan, qo'g'dab turadigan farishtalar bor. Bular har doim yezib turdi. Sizdan ayrılmay har doim sizning qilgan ishingizni yezib turdi. Ular siz qilayotgan ishning hammasini biladi deb Alloh subhanahu va taolo bularni shunday sifatladi. Alloh subhanahu va taolo albatta hammani malaikalardan burun biladi. Hamma ishimizni bilib turdi. Malaikalarning yezib qo'yishi bizga dalil paket, ularning guvochi bo'lishi uchun faqat. Qiyomat kuni bizningki uqmay qoptiman, bilmay qoptiman degan mushu hujjatlarimiz yoki da'volarimizga rad qaytarish uchun Alloh subhanahu va taolo malaikalarni guvochi va yozg'uchi sifatida bizning amallarimizga qo'yib qo'ygan. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo bu qilgan amallarningki cho'ng kichik bo'lsin, biz nazarimizda o'zimizning qarshida kichkina ish bu, hech qancha ish emas-ku, hech kishim ko'midi-ku, hech kishim bilmay qoldi-ku deb beparvolik bilan, sal qarash bilan qilgan har qanday ishimiz, har qanday gapimizningki qiyomat kuni mas'uliyatning borlig'ini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo yana bir oyat shunday deydi: "Va kullu shay'in fa'aluhu fiz-zubur va kullu saghirin va kabirin mustatar." Bu oyatda ular qilgan ishning hammasi, ya'ni bandalar qilgan ishning hammasi ularning nomi amallari yozilgan daftarda, kitobda bor. Ular qilgan ishning cho'ng kichigi, ya'ni eng tuvan ish bo'lsin, insonlar sal qarab qilgan yoki degan so'z bo'lsin, yoki yuqori jinoyatlar bo'lsin, yoki cho'ng kichik yaxshilik bo'lsin, hammasi shu yeziliqlik deydi. Va kullu saghirin va kabirin mustatar degani har qanday cho'ng kichik ishning hammasi shu yezilgan. Demak, bizningki islomningki xizmati, qarindoshlarimizning xizmati, o'zimizningki dunyo va oxiratlik uchun qilgan tirishchanliklarimiz hammasi yeziladi. Bular qat'iy beka ketmaydi. Qarindoshlarimiz qilgan yaxshiligimiz bo'lsa, bu qat'iy beka ketmaydi. Shuning bilan birga o'zimizningki oilasiga bo'lsin, qarindoshlarimizga bo'lsin, xalqimizga bo'lsin, bizdan ziyon yetgan bo'lsa, bizdan ularga zulm tekkan bo'lsa, bu mucho yezilib qoladi qarindoshlar. Hech qanday beka ketirgan behuda dunyo yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni behuda insonlar bunda xoliqni qiyson deb yaratgan emas bizni. Bütün insoniyatni shundoq. Zolimlar bo'lsa, ular qilgan zulmining oqibatini dunyoda mı tortadi inshaalloh, oxiratda haddi hisobsiz tortadi. Zolimlarmi o'zining zulm qilib olganligidan bu dunyoda ma'lum mezgil xursand bo'lishi mumkin. Havsini qondirishi mumkin mazlumlarga zulm qilib. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni qat'iy bo'sh qo'ymaydi. Qilgan ishlarining hammasi shu yozilgan, tizimlangan. Yana bir oyatda insonningki nurg'un ishni qilib uni unutib qoldiganligi, lekin Alloh subhanahu va taolaning qat'iy unutmaydiganligi, Allohning insonlarga mukallaf qilib belgilab qo'ygan malaikalarningki qat'iy unutmaydiganligi, ularning uni yezib qo'ydiganligi, sanab qo'ydiganligi haqida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Ularni, yani insanların hemmisine Allah subhanahu ve taala tirgizgen günde, yani kıyamet günde.
Allah subhanahu wa ta'ala ulağa ulanın qıyğan işlərinin hamısını xəbər berdi, hamısını dep berdi deydi. Heç qaysını qoyub qoymaydı. Qıyğan işlərininki, degan sözlərininki, mangay yollarının hamısını ço Allah subhanahu wa ta'ala ulağa xəbər berdi, ulağa dep berdi. Ma dünyada meni kömey qaldı. Heç kişim uxmağa vaqtda ma işini qılıb aldım. Ya ma gepni deyib aldım. Degan bilan Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet günü ço qıyğan işinin hamısını xəbər berdi. Ahsahullahu ve nesuh. Allah subhanahu wa ta'ala bu insanlar bendiler qıyğan işinin hamısını sanap koydu, hamısını yazıp koydu. Hamısını saxlap koydu. Lekin bu bendiler ço onu unutup kaldı. Bendiler onu unutup kaldı deydi qarindoshlar. Emniyetde biz hayatımız qaraydigan bolsak, nurgun insanlar, hatta mümin musulmonlardan nurgun insanlar özünün qıyğan nurgun eskiliklerini, nurgun yamanlıklarını unutup qaradı. Azgını vaqtda unutup qaradı. Lekin bu qıyğan işlerin hemmisi şu namı amel defterlerimizde yazılgan. Bu dünyada eskilikten qutulgan bilen kıyamet günü mümkün emas. Hem iş aldığımız qoyuldu. Başka neçe ayette hemmi qılıngan amelninki aldığımızlığı taşlandığanlığı hakkında Allah subhanahu wa ta'ala bizge körsetini bergen qarindoshlar. Zalimlar yardım qıyğanlı olsun. Ula bu qıyğan yardımның aqıbetini dünyada mı gördü inşallah, kıyamet günü haddi hesapsız gördü. Şun bula tövbe qilish kerak, Allah qaytish kerak. Bugünkidek günde yana özünü men musulman dep dava qilib turib, men Uygur dep dava qilib turib, özünün qandaq bir o'rinda ekanligini bilinmay, özünün qandaq bir holat ekanligini bilinmay, özünün qandaq bir eg'ir hayat ekanligini bilinmay, yanıla zalimning gepini qilib, zalimning chapini ko'tarib, şunun xizmatini qilib yurganlar alohida tövbe qilish kerak. Alohida özünün öldüganligini, ölgen vaqtda qıyğan amallarının hech qaysininki bekor ketmaydiganligi, hammasının yazılıb qaldığanligini eslish kerak. Wallahu ala kulli şeyin şehid. Allah subhanahu wa ta'ala hammani bilib to'g'ichi, hammani ko'rib to'g'ichi, bular unutib qolgan bilan Allah subhanahu wa ta'ala qat'iy unutmaydi. Mana bu oyatda müminlarga nisbatan zulm uçurgan müminlarga nisbatan alohida bir sabr qilishni o'rgatish va. Qanday o'rgatish va desa, Allah subhanahu wa ta'ala bularning haqni deb, dinni deb tatqan zulmlarni, tatqan xafalıqlarni Allah qat'iy unutib qolmaydi. Balki Allah subhanahu wa ta'ala ashni bilib turdi, bularning nom amal deftiriga bu yazılgan qarindoshlar. Shuning uchun haq yo'lda manganlar qat'iy bizning tatqan zulmlarimiz, tatqan xafalıqlarimiz yo'qab ketib qolamı? Bunun mukafotini biz pat yaqinda ko'ranmay qolamizmi deb o'ylamayli. Cho'qim mush dunyoda ko'rimiz, bu dunyoda ko'rmay qiyomat kuni qolganligining o'zi tehi o zo'r payda. Chunki bu dunyoda ko'rsak, ma'lum hayotlik, qisqagina hayotimizni ko'rishimiz mumkin. Paydasini. Lekin qiyomat kuni ko'rsak-chu desa, tugumas hayotlikni ko'ramiz qarindoshlar. Yana bir oyatda Allah subhanahu wa ta'ala yana mushu mazmunni texmi ta'kidlab, "Haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Qiyomat kuni Allah subhanahu wa ta'ala bütün bendilarga qiyğan amalları yazılgan kitaplarni, mana bu kitaplar sizlarga bu siz nima ishni qilgan bo'lsanglar, haq bilan, qat'iy bunun xatolik aralashmagan, haq bilan sizning qilgan amallaringizni so'zlab beradigan, deb beradigan, bayon qilib beradigan kitap bu. Biz sil qilayotgan ishning hammani yezib qo'ygan deydi. Hammani yezib qo'ygan deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Demak, biz har qancha maxfiy ish qilayli, mani haq bilmidi deb qilayli, hech kishim ko'midi deb qilayli, qilgan amallarimizning hammasi shu yozilgan. Hech qaysi behuda ketib qolmaydi qarindoshlar.
Mana bu yuqorqi oyatilda, buningdan boshqa yana necha oyat bor. Yuqorqi oyatilda bu amalning hech qaysininki behuda ketmaydiganligi. Bir og'iz so'zningmi chuqum yezilib qoldiganligi. Yaxshi so'z bo'lsa, yaxshilik daftarimizga, yomon so'z bo'lsa, yomonlik daftarimizga yezildiganligiga alohida yo'l yo'riq ko'rsatmalar yuqorqi oyatlarda bayon qilinayotgan qarindoshlar. Shuning uchun biz hayotimizda qilgan gap so'zlarimiz, ishlarimiz manga yo'llarimizga alohida diqqat qilaylik. Hazar eylaylik. Bu hayotlikdan pat yaqinda ayrılışımız mumkin, o'zimiz bilmay, uqmaymiz qachon ayrılışimizni, lekin qilgan amallarimiz bizning ziynimizga ko'p bo'lib qolmasin qiyomat kuni. Bundan hazar eylaylik. Bu haqda hamda hadislarga qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhissalomning necha hadislarda bu so'zningki naqadar xatarli ekanligi. İnsan bir og'iz so'z bilan mumkin jannat kirishi, bir og'iz so'z bilan dovzax kirib qolishga mubtalo bo'lib qolishi haqida Payg'ambar alayhissalom tuvandiki Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda shunday deydi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi azza wa jalla la yulqi laha balan fayarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. Qarindoshlar, bu hadisni obdan mulohiz qilaylik. Payg'ambar alayhissalom deydi-ki, chuqum bir banda bir og'iz so'zni qiladi. Bil kalima, bir gapni qiladi. Qilgan gapi Allohni rozi qildigan so'z. Yani musulmonlarning manfaati uchun, o'zining qarindoshlarining manfaati uchun yoki Allohning rasulini aslash, Allohni zikr qilish bo'lsin, Allohning rasuliga durud yo'llash bo'lsin, yoki mu'minlarning orasini isloh qilish bo'lsin, yoki yaxshilik buyurish bo'lsin, yoki yomonlikdan tusish bo'lsin, Alloh rozi bo'ladigan so'zlardan bir og'iz so'zni qiladi dedi. Bu odam bu gapni qilgan vaqtda bu sözge alohida e'tibor berib ketmaydi. Parvo qilmay, shundalam o'zligidan tabiilamcho bir qilgan gap bu. Ma gapni qilsam, menga manchilik mukofot bo'lamiki, manchilik savob bo'lamiki deb bu tarafini o'ylamaylam qiladi, lekin bu so'zcho Alloh rozi bo'lgan so'zlar. Mush so'zning sababidan Alloh subhanahu va taolo bu kishiningki jannatdagi o'rnini necha darajacha yuqori ko'tardi deydi. Necha daraja üstün qiladi da'vatli qarindoshlar. Mana bu so'zning naqadar foydasining zo'rligi. Agar bu so'z Allohning rasuli uchun deyilsa, musulmonlarning manfaati uchun deyilsa, musulmonlarning kelgusida zulmga qarshi turish uchun deyilsa, bu so'zningki naqadar yuqori so'z ekanligi agar o'zi bir og'iz gap bo'lsa-mu, ya biz alohida parvo qilmagan, diqqat qilmagan gap bo'lsa-mu, lekin bu so'zning sababi bilan Alloh subhanahu va taolo bu odamning darajasini jannatda necha hassa yuqoriga ko'tarib yetirganligi qarindoshlar. Buning aksida hamda bu yaxshi Alloh rozi bo'lgan so'zning aksida yana bir banda bir og'iz gapni qiladi. Bu gap Allohning g'azabini qo'zg'aydigan, Allohning noroziligini qo'zg'aydigan, Allohning g'azabini qo'zg'aydigan gapdan birini qiladi deydi. Bu odam bu gapni qilgan vaqtda bu gapning Allohning g'azabini qo'zg'ishi, nurg'un gunohkor bo'lishga sabab bo'lganligini o'ylab shumaydi. O'ylab shumay shundalam deydi. Bu odam mush gapning sababi bilan bu odam dovzaxga tushadi. Dovzax kirishga sabab bo'ladi bu gap deydi qarindoshlar. Shuning uchun biz obdan bir o'ylanaylik. Ya'ni bu yomon so'z musulmonni parchalaydigan, Allohning rasuliga zid yoki musulmonlar o'zaro birisi-birisiga adovatlashga sabab bo'ladigan, fitnaga sabab bo'ladigan, birisi-birisini yomon ko'rishga sabab bo'ladigan yoki zolimlarga xizmat qilish, zolimlar uchun musulmonlarningki kamchiliklarini yoki bulardagi ojizliklarni yetkazish, demak, mush so'zlarning hammasi kirib ketadi. Falaniyada bir musulmon turdi, falaniyada ishkadan manda ish qilib o'tibdi deb bir yaxshi ishni
ko'rib qolgan bo'lsa, zolimga yetkizsa, bir og'iz gap bilan yetkizishi mumkin. Ya ikki og'iz gap bilan paloni yerda pustona qumanda turdi deb. Mush so'zning sababi bilan-ku bu musulmonlarga ziyon yetishi mumkin. Shuning bilan bir og'iz gapga u ma'lum manfaatga erishishi mumkin, zolimlar uni mukofotlashi mumkin. Amaliyat shu desa, shu so'z u odamning dovzaxga kirishiga sabab bo'lib qoladi. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhissalom bizga, ya'ni insonning umumiy tabiatida va shularning qatoridan musulmonlarning tabiatida, mijozida bu so'zga, og'izdan chiqqan so'zga sal qarash yoki bunga parvo qilmaslik, insonning diqqat qilmasligi insondagi bir tabiat, bir mijoz, xuluq bo'lib qolg'achqa buning xatirini bayon qilib, Muaz radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomdan so'rgan. Rasulullohdan so'rab, "Ya Rasululloh, awa nahnu mu'akhadhuna bima natakallam?" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Muaz Rasulullah'dan sordu dedi. Ya Resulallah, biz muşu ağzımız bilen gap qiyğanlıq sebep bilen, yani ağzımızdan çıkan gapning bedeliga jazo alınamdoq. Muşningdan hesap alınamdoq deb sordu. Sorgan vaqtda Payg'ambar alayhissalom bu so'zning ne kadar xatarlik ekanligini bayon qilib, "Ya Muaz, esit sana. Seni men bunda bunchilik, yani salqara yoki bunchilik masalani bilmay qala deb o'ylamagan." Yani sakalatka ummuk degan aslida lug'at tarafdan faqadatka ummuk degan ma'noda. Yani sen bir ölsen olmam desen, mujna gapni so'g'ichi degandek so'z arab tilida. Lekin bu yerdagi maqsad ulashni talash emas. Ishiltishda, lekin arablar ma'lum bir ishni to'sashqa, mujna gapni qilamsa, bunda savolni so'ramsan demoqchi. Yani bunda savolni so'ramsan ya Muaz. İnsanlarninki o'zining yuzcha davzaq tushishga yoki bunicha davzaq tushishga faqat ularninki tillarininki natijasi ekanligini sen bilmamsan. Yani tildan gapni qilaverib, shuningdan andin bir munch gunoh, bir munch ma'siyat jug'ilib, mana bu til orqali o'g'an gunohcho nimaga sabab bo'ladi desa, insonlarning davzaqqa dum tushishiga sabab bo'ladi ya Muaz deb Payg'ambar alayhissalom Muaz radhiyallohu anhuga bu gapninki ne kadar xatiri, ne kadar ziynining borlig'ini ko'rsatgan qarindoshlar. Shuning uchun biz hayotimizga obdan qaraydigan bo'lsak, nurg'ulg'an ziddiyatlar til orqali kelib chiqadi. Urush jidallar, talash tortishlar, adovatlar til orqali kelib chiqadi. Mayli xotin o'ttirishda bo'lsin, yoki atbal o'ttirishda bo'lsin, yoki qarindosh do'stlar o'ttirishda bo'lsin, asosli ziddiyatninki, xafalikning kelib chiqishi til orqali. Lekin nurg'ulg'an ziddiyat yaxshi bir gapning sababidan ziddiyat uchidi, g'azabning o'ti uchidi. Yaxshi bir gapning sababidan nurg'un fitna tugaydi. Yaxshi bir gapning sababidan adovatchi yo'qoladi. Yaxshi bir gapning sababidan ayollar o'tirisidagi ziddiyat tugaydi, ittifoqlik vujudga keladi. Yaxshi bir gapning sababidan ota bilan bola o'tirisidagi ziddiyat tugab, yaxshilikcha ittifoqlik o'rniga keladi. Shuning uchun yaxshi gapninki o'zimizni isloh qilishda bo'lsin, jamiyatni isloh qilishda bo'lsin, roli nihoyat zo'r. Yomon gapningmi o'zimizninki hayotining buzilishi, do'stligimizning buzilishi, qarindoshligimizning buzilishi uchun buning rolimicho ajoyib zo'r. Shuning uchun men gap qila olmayman deb har qanday so'rin bo'lsa, har qanday o'rin bo'lsa, kech-kech gap qilish, jiq gap qilish insonnicho
çoxum xatolik qilib bordi. Jiq gap qilgan odam ko'pincha vaqtda xatolashib qoladi. Illa min rahma robbi. Ilm ustida gap qilgan bo'lsa, olim bo'lgan bo'lsa xatolashma, jiq gapni qila olishi mumkin. Qiladi inshaalloh. Lekin odatdagi ilm o'qimagan, hatto ba'zi ahli ilmlarmicho gap qildim deb jiq gap qilsa xatolashib qolishi mumkin. Shuning uchun eg'izdan gap chiqishdan burun alohida buningki foyda ziyinni o'ylab qilishimiz kerak. Qanday gap bo'lsa qilavermaslik kerak. Umar radhiyallohu anhuning bir so'zi bor ekan, bu kishi deydi: "Inni la ahabu ar-rajul hatta yatakallam. Fa idza takallama imma an yartafi'a qadruhu 'indi va imma an yasquta min 'ayni." Men bir odamni boshda ko'rgan vaqtimda bu odamdan shunda hiqiman, hayminman deydi Umar radhiyallohu anhu. Hatto gap qilg'ichilik bu odam. Qanday gap qildigandimi odam debcho bir oz hayminman. Hayqiman. Ya'ni hurmatlayman, cho'ng ko'raman. Bu odam gap qildi, shu gapining mazmuniga, gapininki qandaq go'zal so'zmi, mazmunliq, foydali, yaxshi so'zmi? Bunun qarab yoki bu odamning mening oldimdagi, yoki mening qarshimdagi hurmati, qadri, taqdiri texmi yuqori bo'ladi, ustun bo'ladi. Azab yaxshi gap qildi, azab yaxshi odam ekanmi u deb qarayman. Yoki shu gap qilgandan keyin gapi qarablam, tayini yo'q, qalaymikan gap qilgan tursa, shunchalik odam ekansan qilsan deb, tayini yo'q odam ekansan deb meningki bu odamga bo'lgan hurmatimcho yo'qaydi deb mushunaq degan. Shuning uchun ahli ilmlar bo'lsin yoki jamiyatdagi har xil sohadagi kishilar bo'lsin, gap qildim debcho jiq gapni qilavermaslik kerak. Qilgan vaqtda cho'qim o'zi og'izdan chiqqan gapninki mas'uliyatining borlig'ini o'ylab qilish kerak. Dunyodami bor uning mas'uliyati, oxiratdamicho cho'qim bor. Qat'iy ma qilgan gap bu so'rinning tugishi bilan, ma do'stqondan qo'pab ketishi bilan tugab ketadi-ku. Hech qanday buningki oqibati yo'q hamda deb o'ylamaslik kerak. Til ajoyib muhim. Nurg'un odamning ko'nglini xush qilish mumkin til orqali, nurg'un odamning ko'ngliga azor yetkazish mumkin. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom musulmonning umumiy qandaq odamni musulmon deymiz degan mushahid to'xtalib, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon degan boshqa musulmonlar bu odamning tilidan, qo'lidan salomat qolgan odam, ya'ni til orqali boshqalarga azor yetkazmagan, qo'li orqali boshqalarga azor yetkazmagan odam musulmon da'vatini Payg'ambar alayhisalom. Bu yerda boshda tilni bayon qildi. Nima uchun? Desa, ko'pincha azor yetkazish, jidallashish, urushish til bilan bo'ladi. Tildan ondan taraqqiy qilib, qo'lga yoki qo'lga nima chiqsa, tayoq o'z tayoq, kaltak o'z kaltak, qural o'z qural, keyincho tildan taraqqiy qiladi. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom bu yerda tilidan, qo'lidan boshqa musulmonlar salomat qolgan odam, ya'ni boshqa musulmonlarga azor yetmagan odam, mana bu haqiqiy musulmon deb sifatildi. Demak, bizning tilimizdan boshqalarga azor yetsa, qo'limizdan boshqalarga azor yetsa, shu musulmon qarindoshlarimizga bu chaqda biz haqiqiy musulmon degan sifatdan to'liq mukammal musulmonlik sifatimiz shu ozlab ketadi degan gap qarindoshlar. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhisalom, ya'ni har qanday vaqtda bizning tilimizning yaxshi gap bilan bo'lishi, Allohning zikri bilan bo'lishi, yoki yaxshilik bo'lishi, yomonlikni to'sash, yoki musulmonlarning manfaati uchun bo'lishi, qarindoshlarimizninki dunyo va oxiratlik g'albiga, natijaga erishish uchun maslahatlashish, nurg'un yaxshi gaplar bor. Musulmonning xizmatini qilaman deb o'zimizning, vatanimizninki, xalqimizning xizmati uchun qilingan gaplarning hammasi bekor ketirgan gap emas bu. Alloh buningga cho'qim mukofot beradigan gaplar. Mushundaq yaxshi gaplar bilan hayotimizning o'tishining zarurligi. Yomon gap bilan-cho qat'iy shug'ullanmasligimizning zarurligi haqida Payg'ambar alayhisalom bu yaxshi gapni iymonga bog'lagan. Men kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Qandaq bir odam Allohga ishonsa, haqiqiy iymoni bo'lsa,
qiyomat kuniga haqiqiy iymoni bo'lsa, bu odam yaxshi gap qilsin deydi. Musulmonlik manfaatlik, o'ziga manfaatlik, vataniga manfaatlik, oilasiga manfaatlik yaxshi gap qilsin. Agar yaxshi gap bo'lmasa, bundaq odam shuk bo'lsin deydi. Shuk bo'lsin. Yaxshi gap qilinmagan odam hech bo'lmadi deganda shuk turish orqali savobga erishsin. Yani bir hadis Peygamber Aleyhisselam men samata naja degan. Yani qandaq bir odam musulmonlik ziyoya yetkizdigan, yomon gapni qilmay shuk bo'lsa, bu odam nijotlikka erishgan odam. Bu odam g'alaba qila oladi degan. Shuning uchun biz hayotimizda ajoyib diqqat qilaylik. Qattiq diqqat qilaylik. Yomon gapning chiqishidan qattiq hazar aylaylik. Har qanday vaqtda tilimiz Allohni eslash bilan, yaxshilikni boshqalarga eslatish bilan, o'zaro do'stligimiz, qarindoshligimizning mustahkam bo'lishi uchun yaxshi gapimiz o'z qilaylik. Yaxshi gapimiz bo'lmay qolsa shu turaylik. Allah subhanahu va taala hammamizni har doim yaxshi so'z qildigan, zolim qarshi turadigan so'zlarni qildigan, qarindoshligimizni mustahkamlaydigan so'zlarni qiladigan, Allohni eslaydigan yaramli mu'minlardan qilsin. Bizni quruq gapni jiq qildigan, foydasiz gapni jiq qildigan, musulmonlarning orasiga ziddiyat taraydigan, fitna taraydigan gaplarni qiladigan bundaq bandalardan qilib qo'ymasin. Bundaq bandalar bo'lib qolsa, ularga Allah subhanahu va taala hidayat ato qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر